Do'stim 3 xonali dom puliga 6 sotuv hovli chiqib qoldi. O'shani obzorini qilgani kelganman. Shaharga uncha uzoq bo'lmagan joyda Zangeta tumaniga tegishli Eshonguzar degan mahallada. Abu Saxiy bozoriga, Ipodrom bozorlariga 1,5-2 kilometr bo'lgan masofada. Tupikka joylashgan, burchakka joylashgan. Xohlasangiz 3 ga bo'lib, 3 ta xonadon qilib qurib sotsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz uyi bilan kirib yashasangiz ham bo'ladi. Taxminiy lokatsiyasi Bekbaraka domlarini to'g'risidan kirib kelganingizda uyingizni oldida bunaqa gipermarket bor, tupikka joylashgan, asfalt bo'lgan ko'cha, kommunikatsiyalar yetib kelgan. Yuring, uy ichini bitta obzor qilib beraman, ko'rib baho bering. Narxini ham aytib o'taman. Arzon. 3 xonali dom puliga beraverar ekanlar. Egalariga pul zarurroq bo'lgani uchun arzonga beraveraman deyaptilar. Pastki nomerga aloqaga chiqasiz, egalari nomerini o'zi savdolashib kelishsangiz bo'ladi. Yuring, ichkarini ko'rsatib beraylik. Kiraverishimiz mana stashkalar qilib qo'yilgan. 4 xona uyi bor. Podvollari bor, fundamentlar baquvvat mehr berib qurilgan uylar. Hozir bu yerda kvartira turibdi, endi kerak emas bo'lgan joy bo'lgan. Shuning uchun hozirda foydalanishga faqat kvartiraga berilgan. Hovlimiz 6 sotuvdan iborat, 4 ta xonasi bor, podvollari bor, fundamentlar qilib g'ishtlardan chiroyli qilib ko'tarilgan. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Gazlar bor, mana katyol xonasi bor. Bu yoqda mana oshxonasi bor. Keyingi xonamizda bitta remont qilib, bo'yab olsanglar, akfaromli qo'yib olsanglar, yashasa bo'ladi. 3 ga bo'lib ham, 2 ga bo'lib ham uy qilib, o'zingizlar qurib sotsanglar ham bo'ladi. Qurib sotadiganlar bo'lsa, kimnigadir qiziq bo'lsa, egasi nomerini pastda qoldiraman. Narxini $110,000 so'rayaptilar, kelishtirib berar ekanlar. Bu yoqlarda bunaqa narxlarga uylar, 6 sotuv uylar $150,000, $160,000 so'rashyapti o'zi. Zaril bo'lgani uchun arzon qilib tez sotib yuborish maqsad bor ekan. Past egasi nomer aytib o'tdim. Tepada bizning nomerlarimizni, kanalga obuna bo'lasiz, podelitsiya qilib yaqinlarga tarqatib qo'yasiz. Sog' bo'linglar, layklarni bosib, podleshga qilib turinglar.